Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Bugun Spark avtomobilini olib qolganmiz. Bu Spark avtomobilimizni ko'rishingiz mumkin. Moy yotgani sababli motorni ochdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Operator yaqinroq olib keling deb qo'yishdi. Porschening lyuktini ko'ring. Lyukti juda katta. Qo'lchalari yilib, zazori katta bo'lib ketgan. Galovka qismini ko'rishingiz mumkin. Galovka qismida klapalar cho'kkan, gnizdolari cho'kib qolgan. Xudo xolisa chiroyli qilib remont qilib beramiz. Kompressiyalarini joy-joyiga qilib, porchlarni akkuratlik zo'r qilib remont qilib beramiz. Videoni ko'rishda davom etaveringlar. Xudo xolisa bu yog'ini qo'yib boramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolisa boshlagan Sparkimizni yig'ishni boshladik mana. Ko'rishingiz mumkin. Galovkasini xudo xolisa chiroyli qilib galovkalarni yig'ib, aprolashlarini joy-joyiga, gnizdolarini to'g'rilab, tek qismini frezirovka qildik. Xudo xolisa. Mana portion qismlari. Portionlarni ajoyib qilib, chiroyli qilib, yengilardan qo'yib yig'ishda davom etamiz. Videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa shunaqa sifatli ishlar kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Pro Masterga.